doktor, bu qatdan paydo bo'ladi. Doktor, bu kasallikning rivojlanishiga sabab nima? Bu kasallik raxitni orqasidan kelib chiqadimi? Nimadan shunaqa bo'ldi? Buni qanaqa davolash kerak? Qaysi usullarda davolasa bo'ladi? Assalomu alaykum. Meni ismim Sodiqjon Abdusalomov, Jarrohiy guruh asoschisi, Sof nafas klinikasi asoschisi va O'zbekistonda ko'krak qafasi deformatsiyalarini noinvaziv usulda individual davolash asoschisi bo'laman. Bugungi videoyimizda menga ko'p beriladigan savollar: ko'krak qafasi deformatsiyalari, umurtqa pog'onasi deformatsiyalari, ularni bir-biri bilan qo'shilib kelishi, bu kasalliklar odamga qanaqa xavf tug'diradi, bu kasalliklar bilan qanday kurashish kerak, davolansa nima bo'ladi, davolanmasa nima bo'ladi degan savollarga to'liq hamma taraflama qamrab qolgan holatda javob berishga harakat qilamiz. Agar bizaga siz a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, bizning kanalimizga a'zo bo'lib oling va like bosib qo'ysangiz xursand bo'lgan bo'lardik. Hammalarga ma'lum, ko'krak qafasi girdobsimon deformatsiyasi bu ko'krak qafasining oldingi qismi, qovurg'alari, to'sh va uni ravog'idagi deformatsiya, qiyshaysh natijasida ichkariga botib ketishiga aytiladi. Bu kasallik ko'pincha holatlarda oldin ham aytib o'tganmiz, tug'ma bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda tug'ilishda moyillik bilan tug'ilib, bu kasallik keyinchalik bola bo'yi o'sgan sari rivojlanishi kuzatiladi. Endi kasallikka kelganda, bu kasallik bilan обычно ko'pgina holatlarda bemorlarni klinik hech nima bezovta qilmaydi. Ya'ni nafas qisishi yoki shunga o'xshagan klinik sabablar bo'lmaydi. Faqatgina bezovta qiladigan narsa chuqurlikka mavjudligi va shu chuqurligidan atrofdagilardan uyalish, shuni oqibatida to'g'irlab olishga harakat qilish bo'ladi. Chuqur holatlarda bizada ko'krak qafasi ichkariga juda ham qattiq botib ketishini hisobiga har xil klinik belgilar kuzatilishi mumkin. Bu nafas olishda qiynalishlar va hokazo va hokazolar. Bugungi temamizda ko'krak qafasi deformatsiyalari va umurtqa pog'onasining deformatsiyalari bilan qo'shilib kelishida gaplashamiz. Ko'krak qafasi deformatsiyalarini hal qilib oldik. Endi umurtqa pog'onasi deformatsiyalariga kelsak. Umurtqa pog'onasi biz bilamizki, bir necha suyaklardan tashkil topgan xuddi tavbaga o'xshagan narsa bo'ladi. Shuning uchun umurtqa pog'onasi. Pog'ona suyaklar turganini hisobiga umurtqa pog'onasi deb aytadi. Обычный holatda umurtqa pog'onasini o'zi tabiiy qiyshiqliklari ham bo'ladi. Bu bel sohasida lordoz qiyshiqligi va yelka sohasida mana bu kifoz qiyshiqligi. Bu narsa normada o'zi qaysidir miqdorda bo'lishi kerak. Lekin ba'zi bir holatlarda juda ham shu umurtqa pog'onasini haddan tashqari qiyshayishini hisobiga giperlardoz va giperkifoz kuzatilishi mumkin. Giperlardozda bemorlar o'zini beli ichkariga kirib ketgan, sonlari orqaga chiqib ketgan bo'ladi. Shuni hisobiga mana bundoq qilib yurish ularda odat bo'lib qolgan bo'ladi. Lardoz обычно bizning kasalligimizda nisbatan kamroq kuzatiladi. Lekin kifoz bu juda ham ko'p kuzatiladigan holat. Почти 50-60% bemorlarimizda kifoz bo'ladi. Kifoz degani nima? Bu umurtqa pog'onasini, ko'krak qafasi qismini oldinga haddan tashqari egilishi. Bu bemorlar o'zida bu bolalar o'zida biz nimani kuzatamiz? Birinchidan, yelka sohasini oldinga bundoq chiqib turishi va umurtqasini bukchayib turishi, bo'ynini oldinroq kelib turishi. Ya'ni bularni boshidan oyog'igacha to'g'ri tortsangiz, boshi oldiroqda, yelkasi oldiroqda turadi. Yana bitta usuli bor. Bu bemorlar o'zi ko'pincha mana biz oddiy tursak, mana bundoq turamiz. Qo'l o'ziga bitta berib yuboring, devonda flomaster bor. Oddiy odam turganda qo'lidagi flomaster misol uchun mana shundoq tursa, yonma-cho'z tursa, kifozi bor bemorlarda yelka oldinga chiqib ketishi va umurtqa pog'onasini qiyshayishini hisobiga ular bundoq yurishadi-da, qo'li bundoq turadi. Ya'ni ko'rdinglar, ruchkamiz bunaqasiga turibdi. Ya'ni qo'l bundoq turadi bu bemorlarda, bundoqroq yurish kuzatiladi. Mana yondan ko'rsatsak tushuniladi. Bu narsa o'z-o'zidan ko'krak qafasini deformatsiyasini chuqurlashib ketishiga va shu bilan birga deformatsiyani davolash chog'ida bu davolash protsessi o'zini oshib ketishiga sabab bo'ladi. Biza ko'krak qafasi deformatsiyalarini davolayotganda qo'shimcha ravishda kifozni ham davolaydigan chora-tadbirlarni qo'llab boramiz. Ya'ni kompleks bajaramiz. Shuni hisobiga ko'krak qafasidagi deformatsiya ham aniq, yaxshi, chiroyli bo'ladi va qo'shimcha bemor o'zini qomati ham tikka bo'ladi. Ikkinchi umurtqa pog'onasini ko'p uchraydigan, ya'ni ko'krak deformatsiyalarida ko'p uchraydigan turi bu
skolioz deyiladi. Skolioz endi umurtqa pog'onasini yonga qarab qiyshayshi, ya'ni mundoq bo'ladi. Bitta joyida bo'lishi mumkin, ikkita joyida. Yo'lka qismida, bel qismida bo'lishi mumkin. Bu ham normada, lekin bu qiyshayish bo'lmaydi. Bu narsaga o'sha noto'g'ri turmush tarzi yoki bo'lmasam organizmdagi o'sha ba'zi bir moddalar, o'sha tog'aylarni shakllantiradigan moddalar yetishmasligi natijasida ham rivojlanishi mumkin bo'lgan holat. Skoliozni tashqi belgilarini qatdan bilsak bo'ladi. Bunda bolalar o'zida bir yelkani pastroq tutishi, bundoq bo'lishi, bir biqinni tashqariga chiqib ketishi va deformatsiyani hisobiga bo'lmasa, yelkani orqadan ko'rganimizda bir yelka, lopatka deymiz, kuraklarni uchlari biri ikkinchisiga nisbatan qiyshuvroq bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana shunaqangi qiyshayib turishlar bo'ladi. Bu narsa hozirgi paytdan kelib chiqadigan bo'lsa, bu narsa bolalarimiz shakllanayotgan paytda partada, stolda noto'g'ri o'tirish va ryukzaklarni bir yelkaga taqishdan kelib chiqsa skolioz. Kifoz hozirgi paytda eng ko'pi telefonni noto'g'ri ishlatish va bolalarimiz haddan tashqari telefon va gadjetlarni ishlatishdan kelib chiqyapti. Chunki biz bilamizki, bolalar telefonda o'tirganda mana bundoq o'tirishadi. Ya'ni yelkasi ikkitasi oldiga chiqqan, bo'yni bundoq qilib egilgan va umurtqa pog'onasini ko'krak qafasi qismi ham oldinga kifatik egilgan holatda o'ynashadi. Bu holat ko'p qaytarilgandan keyin organizm shu holatga o'rganib qoladi va bolangizning qomatida va ko'krak qafaslarida deformatsiya kuzatilishi mumkin. Videoni davomini kuzatib boringlar. Videoimizning davomida shu kasalliklarda qanaqa qilib biz konservativ usullardan foydalangan holatda davolashni tushuntiramiz. Ungacha biz buni davolash usullarini aytib o'tamiz. Birinchisi bu konservativ oddiy usuli, fizik usullari, bularga mashqlar va ba'zi bir vazifalarni muntazam ravishda bajarib borish kiradi. Ikkinchisi bu aktiv konservativ usul, ya'ni bu yerda hech qat kesilmagan holatda maxsus korsetlar, artezlar yordamida ko'krak qafasidagi umurtqa pog'onasidagi deformatsiyalarni tuzatish usuli. Bu aktiv konservativ usul deb aytamiz bunisini va operatsiya usuli. Bu uchinchisi. Kifozda ham, lardozda ham, skoliozda ham maxsus operatsiyalar bor. Faqat bular kasallikni og'ir darajalarda qo'llanilish tavsiya etiladi. Bizning kontingentimiz yosh bolalar bo'lgani uchun biz asosan aktiv operatsiyasiz usulni tanlaymiz. Chunki yosh bolaning organizmi o'rgani uchun u biror bir narsaga sayqallasa, o'sha narsada to'g'rilanib o'sish ehtimoliga ega.